Onasi, bugun soat 5 da Zokirlarni o'tirishi bor ekan. Shunga meni ham chaqirishdi. Xo'sh. Soat 5lardan yig'ilishaylik. Borasiz. Ha, aytishadi-yu, chaqirgan joyga bor deb. Chaqirmagan joyga borma deydi. Aytgandan keyin borish kerak. Borish kerak, albatta. Borish kerak. Ma o'g'lim. Buni chiqindixonaga borib yoniga qo'yib kelgin. Shoshma. O'g'lim, orqangga qayt. Nega endi buni chiqindixonaga tashlayapsizlar? Qotganda? Nonni, qattig'i ham non deyishadi. Agar bizlar bugun noshukrlik qilib hammasini chiqindiga tashlayversak, buning gunohi juda ham og'ir kechadi. Urush davrlarida, bolam, urush davrlarida mana shu bir burda qattiq nonga ham zor bo'lishgan. Onasi, o'g'lim, nonni aslo isrof qilmanglar, xo'pmi? Xo'p. Hozir sen yugurib chiqasan-da, oshxonaga borib, kichkinagina kelichani olib kelasan, xo'pmi? Olib keldingmi o'g'lim? Ha, yaxshi. Hozir men sizga bir mazali bir narsa tayyorlab beraman. Mayli, sizlar yaxshi o'tiringlar. Xo'p, onasi, mayli. Ishimni qilaman. Bemalol ishingizni qilavering. Xo'sh o'g'lim, ana endi men sizga hozir boya va'da qilgan narsamni tayyorlab beraman, xo'pmi? Xo'p. Ha, yaxshi. Talqondan bir tatib ko'ring qani. Dada juda ham zo'r ekan. Buni oyimga ham olib boray. Albatta o'g'lim. Oyijon, qarang, bu taqqonni siz bergan nondan tayyorladik. Qarang qanday mazali. Qani? Rostdan ham mazali ekan. Biz bo'lsak, nonni isrof qilyotdik. Boshqa nonni isrof qilmaymiz, ha? Ha. Juda yaxshi. Qani bora qol bolajon, uyga kir.